Hürmetli vatandaşımızın davamını kalkılan, ma'lum dereceden aytganda, Amerika-Jungo münasebeti muşu yolunu boylap başlandı deyişki buludu. Tayvan meselesi ma'lum taraftan aytganda Jungo bilen Tayvanni birlik keltirish meselesi, yani nisbi qonunluq buluş meselesiydi. Tayvan Jungo'ga vakillik kılalmaydı. Ma'lum derecede quruqliqdagi Kompartiya hokimiyatining birlikka keltirişi qonunluq hisoblanadi. Tushundingizmi gapning taktini? Siz Jungo hükümeti o'zi Tayvanni birlik keltirish kerakdi. Yoki Jungo Kompartiyasi muxolifatchi partiya Gomindag'ni og'dirishi kerakdi. Onu og'dirib taltikus yo'qotgandan keyin Jungo Kompartiyasi Tayvanni birlik keltirish kerakdi. Lekin bu jumlani ochiq aytmagan maqsad shu. Demek sen bunu hazır Gomindag'ni yo'qotmading, shuni sen o'zing da'vatgan Tayvanni birlik keltiramiz. Bu tarafdan qaraganda Jungo Amerika Birleşme axborotida belgilangan bir Jungo har kim o'zini gapini qilish, Jungo Amerikaning qonunliq deb tan olishini qo'lga keltirishning bir xil usuli edi. Masalan, bir Jungo lekin Tayvanmi Jungomi o'zining gapini qilish, har kim o'zining gapini qilish degan bu hukmlar Jungo Amerika tarafdan qonunliq deb tan olishini qo'lga keltirishning bir xil usuli edi. O'xshashla bu Jungo bilan Amerika savdolashishining bir natijasi edi. Mundaq aytganda Amerika Jungoning jonijon manfaatini ideologiyalik e'tirof qilish to'g'risida qimmat qarashlari bo'yicha murassalashishning bir xil javobi edi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Jumhur Xalq Jamhuriyati o'rtasida 1972-yildan boshlab imzolangan 3 parcha axborot. Buning ichida birisi ikki davlat diplomatik munosabat o'rnatish to'g'risidagi axborot. Shuni Tayvan Jungoning bir qismi deyilgan. Endi bu nima deydi hozir bu yerda? Bu ideologiyalik e'tirof qilish deydi. Yangi talab har qanday bir davlatning ichki manfaatida intayin zo'r qurilma xarakterli qatlam bo'ladi. Mushu qatlamdan foydalanib boshqa davlatlarning o'zliksiz talab qo'yishidan saqlang'ili bo'lmaydi. Har qanday davlatning ichki tartibida bir xil qatlam bo'ladi deydi. Bu qatlamlardan foydalanib boshqa davlatlar u talabga bu davlatga har xil talab qo'ya oladi. Buningda saqlang'ili bo'lmaydi. Jonijon manfaatning qatori savdolashish makoni borligidan derak beradi. Cümle nəhayət abstrakt elinğan cümle vatandaşım jonijon manfaatning qatori savdolashish makoni borligidan derak berdi. Kompartiyaning huquqini e'tirof qilish, sotsialist tuzumni e'tirof qilish, shu qatorda jonijon manfaatga munosabatlik lekin tilga ilinmagan territoriya butunligi, zamin butunligi ve shundaqli davlatning siyosiy muqimligini hurmat qilish, e'tirof qilish degan so'zlarning hammasi, demak, shularning hammasi nima deydi? Savdolashish makoni borligidan derak beradi. Prezident Trump ve onun hükümet kabineti bu nuqtani hozircha tunib yetmagan. Yoki sezgi doirasida tunib yetgan bo'lsa-mu, bu nuqtani tunib yetmagan yoki sezgi doirasida tunib yetgan bo'lsa-mu, ular darhol Jungo hükümetining inkosidan aniq holda bu nuqtani tunib yetalaydi. Hozir pul muomalat gazeti nima deydi? Mushuni Jungoning mushu maqsadini Amerika tunib yetdimi, yetmadimi deydi. Agar tunib yetanmagan bo'lsa, sezgi sohasida tunib yetsimi, lekin Jungoning inkosidan Amerika Qo'shma Shtatlari Jungoning maqsadini tunib yetalaydi. Garchi Jungoda ideologiyalik manfaat, muhim manfaat o'rni qo'yilsa-mu, garchi Jungo hali ham yer sharlashga ehtiyojli bo'lsa-mu, Jungo hali ham nisbiy ojiz o'rinda tursa-mu, savdo tijoratning avrishimligi kichik doiralik bo'lsa-mu, undaqda qonun muvozanat kichirmilib qolmaydigan kishi talabning darajasini yuqori ko'tardi. Nima deydi hozir Jungo elqa paybiju deydi Xitoycha bu retorik shaklda qo'yilgan jumla qatori ekan, mush shartlar ostida Jungo uningda bunda ahvolasi tursa-mu, shunga bugungi kunda endi chirmilib qolishni. Jungo Amerika munosabati chirmilib qolishni xohlamaydigan kishi
Bu yerda Prezident Trump'ni ko'zini tutyapti. Talabning dardisini yuqori ko'tardi. Jungo ideologiyalik manfaatni muhim manfaat o'rniga qo'yib turganda, Jungo hali ham yer sharlashga ehtiyojli bo'lib turganda, Jungo hali ham nisbiy ojiz o'rinda turganda, savdo tijoratning avrishimligi kichik doirada turganda, undaqda qonun muvozanat tartiblariga chirmilib qolmaydigan kishi talabning dardisini texmo yuqori ko'tardi. Bu yerda jumlani konkretlashtiryapti. Demek hazır Qarag'anda Jungo hukumati ana shundaq talabchan bo'lib, shu talab qo'yishga majbur bo'lib, yoki dunyo savdo munosabatlari va boshqa jihatdan, shundaqlashki jihatdan shunda ojiz o'rinda turgan vaqtda hamda Amerika Qo'shma Shtatlarining talabining darajasi yuqori ko'tarildi deydi. Talabning darajasi o'zgargan ekan, manfaatning mazmun talablari agishibla o'zgardi. Talabning darajasi o'zgargan ekan, manfaatning mazmun talablari agishibla o'zgardi. Bu vaqt yetganda qonun muvozanat, ya'ni tangpungliq, yangi muvozanat, yangi tangpungliq o'zgardi. Signal bergen maşinlama del vaxtida keldi vatandaşların Turan efendi. Nəhayət ağır yeridi sözəvatqa yerimiz. Mənfəətlə əndə diqqət qılınlar. Mənfəətlə məzmun tələbləri əgişib özgürdü. Tələbnin dərəcəsi özgərgəndə mənfəətlə tələb məzmunları əgişib özgürdü. Bu vaxt yetkəndə qonun muvazanat, yəni tangpunluq, yeni muvazanat, yeni tangpunluq özgürdü. Çünkü Amerika oturusu qonun muvozanat, qonun tangpunluq, Amerika Qo'shma Shtatlarining qo'ydigan talabining darajasi o'zgarganligi uchun endi u yangi tangpunluq, yangi muvozanatga o'zgardi. Shunlashqa mayli Chavshan masalasi bo'lsin, yoki Tayvan masalasi bo'lsin, savdo tijorat masalasi bo'lsin, Amerika Jungo munosabatidagi o'zgarish amdala boshlandi. Yangi talabning darajasiga duch kelganda, bu albatta agar Amerika Jungo o'rtasida savdo ishlari bo'yicha qarshilashish yuz beradigan bo'lsa, iqtisod tuvallab ketsa, Amerika Jungo iqtisodiy jihati bir-biriga bog'lanib qolishning ozishi ko'p xil shaklda, ko'plagan rayonlarda, ko'plagan sohalarda chachrab chiqishdan darak beradi. Demak, iqtisod ojizlab ketsa, Amerika bilan Jungo o'rtasidagi savdo tijorat masalasi ojizlab ketsa, iqtisodiy jihatdagi bir-biriga bog'lanib qolishning o'zi oxiri Jungoda ko'plagan soha, ko'plagan shaklda, ko'plagan rayonlarda chachrab chiqish, ya'ni masala orqa-orqadan o'ttirg'i chiqdi. Jungoga nisbatan jonijon manfaat talablarini qondiradigan baho to'g'risida masala ketmaydi. Mesele şu yerdeki qanoatlantirish talablari qondirilgandan keyin paydo bo'lgan ta'sirdir. Nima deydi? Jungoda dasmoy to'ladi deydi. Mesela Amerika Qo'shma Shtatlari qo'ygan talablar bo'yicha, mesela yuqorqi jonijon talablar bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari qo'ygan talablarga Jungo taqobil tura oladi, bera oladigan dasmoy to'ladi deydi. Va'da bera oladi deydi, hamma qila oladi. Biroq masala bu yerda emas deydi. Masala Amerika Qo'shma Shtatlari talab qo'ydi. Jungoning jonijon manfaati qondirildi. Qondirilgandan keyin bu talab bo'yicha uningdan keyingi bo'lgan ta'sir masalasidir. Mayli bu ikki davlat o'rtasidagi ta'sir masalasi bo'lsin, mayli bu xalqarodagi ta'sir masalasi bo'lsin, ta'sir masalasidir. Bu savdolash jarayoni savdolash deyilson ma'qul. Badal to'lash deyilson ma'qul. Savdoni tangpunglashtirish deyilson ma'qul. Qisqasi setevelish, yana bir qatam bog'lanib qolishdan yaxshi chorasidir. Biz avval 40 yilni bundoq o'tkazdik, andaki 50 yilni qandoq o'tkazamiz degan masaladir. Avval 40 yil sobiq prezident Nixon yaratgan 40 yil tugadi. Endilikte biz işte qayta başlaymiz. Yani Jungo ile Amerika münasebetining 50 yilligini qaytadan turg'izimiz yoki tiklaymiz. Endilikdagi masala nima? Endilikdagi masala
endilikdeki bağlanış qandaq süpetde, qandaq ramka, qandaq şekilde buludu. Deyilyapti. Importu köpeytiş, devletning ichki qismida iqtisod va boshqa ish qurilishga zarb berib keladi. Sug'urtani qo'yib etish, bank mulozimati qatorliq qonun bilan boshqarish, sijilligi yuqori ishlab chiqarish tarmoqlari endi soat to'g'risi ketyapti. Tarmoqlari qonun bilan boshqarish va oshkora bo'lish bo'yicha talablar tadrijiy o'ttirg'i chiqadi. Demak, bu munosabatda savdo, bank, sug'urtalarni qo'yib etish endi kelayotgan nima? Qonun nima? Qaysi qonunni qanday tuzsang? Qaysi qonunni qanday ijro qilding? Buningki qanday qonun tuzsan degan masalaga berib taqiladi. Yana bir boshqa chora shuki, xuddi Jungoning diplomatiyasi ichki siyosatning davomi bo'lgandek, ichki siyosat tashqi siyosatning asosiy bo'lib qoladi. Prezident Trumpning yangi talablariga taqobil turish uchun maqola yozuvchi Xitoy shunday deyapti. Talab bilan javob qaytarib, savdo urushining oqibatiga bardoshlik bera oladigan yana bir chora Jungoning jonijon manfaatining bir necha qatlamlari o'ttirisidagi orliqni qisqartishdir. Oxirgi yakun shu ekan, maqolaning avtori shunday deydi. Prezident Trump taqobil turishning birdan bir chorasi Jungo o'zi bilib turayotgan, Jungo o'tirib qo'yayotgan jonijon talabning o'ttirisidagi chegaralarni qisqartishdir. Men bu jumlani tushunmadim. Kechiring, Trani efendi, kechiringlar vatandoshlarım. Mana bunday diqqat qilib anglanglar, ha? Savdo urushining oqibatiga bardoshlik bera oladigan yana bir chora Jungoning jonijon manfaatining bir necha qatlamlari o'ttirisidagi orliqni qisqartishdir.